Muza, tegab ketaymi senga aytam. Oshlarni podshosi Silguruch. Xalqini kuydiradi moshi guruch. Yo'rg'asaman, arava guzar akalarga. Voy! Havoni qara, havoni. Oyoqotdi, yani oldi ukan. Choyxonaga borib, usta shogird o'tirib, do'ppida osh yedik ukan. Osh yeydigan havo-ku. Osh yeydigan havo-ku. Mana qarang, orasini guruchi. Mana, mana qadar hozir uchib ketamizmi? Hop, yur harakat qil. Ketdik. Xorazm gap yo'q. Adashmasdan kelasiz. Adashmasam siz ismingiz Rahmatilla. Rahmatilla. Shu joyingizlar aka, deb Mana shu qorda ko'chada turib bir do'ppidek osh yeymiz deymiz. Choyxonaga borib, shu joyda xarajat qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Ammo guruchlaringiz yo'qmi? Voy, guruchlarni qarab. Sotuvchi joyda turyapmiz o'zimiz. Sen bu kasani kiraysan shekilli. O'tgan olganman bir oilam bilan ham kelib. Alangalarni qarab. Lekin guruchlar hammasi zakonli, zo'r lekin. Aka, azizlarim, Xorazm guruchiga tashrif buyurdik. Haqiqatan guruchchi dodasi shu yerda ekan. So'z yo'q, mana yerga qara. Balkim mochkichi deymizmi? Bu havoda yo'q. Kuchli qiladi. Mochkichidan keyingisiga qoldiramiz. Hozir osh yeb qo'ya qolaylik. Siz do'stlar Xorazm markaziga tashrif bizam xarajat cho'tdan qolib choyxonaga o'rtoqlar. Savzidan tortib o'rtoqlar. Chesyo'mi, noxotigacha bor ekan. Yo'q, mana qara, intilgan noxotini qara. Mana, mana ziralarimiz bor. Qara boshlang bo'lmasa, uchilarni 800 gram guruchga xarajat. Mana noxotdan boshladim. 3 koni. Etik boraga hisob bersin.